Soliha Mebel'da yangilik 2025-yil trendga chiqqan tilla fatonsiz bo'lgan yangi modelimizni obzorini qilib beramiz. Shkafi 6 qanotlik, 2.60-2.10 cm. İşlerini ko'rishingiz mumkin. Akkuratni ishlangan. Muskoy jenskiy bilan oilaviy bo'lsa bo'ladi. O'rtasi profilonlik. Ichi ko'rinib turadi. Pastda ikkita tortma bor. Buni vakuumli funditor. Spaniyasi bosh tomoni 3 metrga, uzunligi 2.55 cm ga jihozlanadi. Ikkitadan tortmasi bor. Yaponiya vakuum. Bu modelimizning sofasi Ispaniya bilan birlashgan. Atroflari miyaki. Va ko'tarma mexanizm. Matrasiga 3 yil garantiya beramiz. Trimosi bu ham taktikalik. 5 ta g'aladon bilan jihozlangan. Tepa g'aladonlar ichi barqut. Ko'ryapsizlar, hammasi akkurat vakuumda ishlangan.